Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalının ko'ruvchilari. Buna bugun 20-iyunga qarata aqsh almashtiruv ballari bilan tanishib o'tamiz. Sizlarga buyursa suyuna turgan xabarlar ko'rsatamiz. Hammamizni like bosib qo'llab qo'ysangizlar. Rubldan boshlanishi yaxshi buyursa. Dollar 80.50, rubl bo'lsa 1.29. Kompanion bankda dollar 79, rubl 1.29. Finka bank rubl ko'tarilishi kutiludi. Doskreda bank Bank Aziya dollar 79, rubl 1.28. Bakay bank dollar 80.50, rubl 1.29. Baytshun banki Kırgızistan bankda dollar 78.50, rubl 1.29. Dostlar, bizni kanaldan alıştan like basıp qo'yingizlar. Baringizlarga assalomu alaykum. Sizlar menen Uzak News kanalı bo'ldi.